Assalomu alaykum do'stlar. Uyingizda fotoalbom qilinmas, lekin qanchaga tushishni bilmayapsizmi? Hozir sizlar bilan ussanqalari, materiallarni hammasini hisoblab chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Unda boshladik. Masalan, devorimizning razmeri 3 ga o'sib bo'ladigan bo'lsa, unga 2 qop shpakulovka va bitta bakalla gruntupka ketadi. Devorimizni 2 marta slog shpakulovka qilinib, yaltillatib, najda qilib, ustidan yana gruntupka beriladi va idealniy holatga keltiriladi. Va u sizga 2 qop shpakulovka 84 ming so'm va gruntupka ham shuncha 72 mingmi shunaqa. Jami 150 ming so'mga devoringiz tayyor bo'ladi. Va keyingi ishimiz fotoalbom olish bo'ladi. Uning qanday turishda, qanday rangda bo'lishini o'zingizning xohishingiz va didingizga bog'liq bo'ladi. Fotoalbom olishdan oldin birinchi o'rinda sifatiga qarab olish kerak. Arzon narxiga uchib turib sifatsiz narsa olib qo'ymaslik kerak. Hozirgi kunda sifatga javob beradigan foto va uchta abo'ylar 1 kilodan narxi 200 ming so'm o'rtacha vaqt bozorda bo'lyapti. Va jami rasxodlarni hisoblasak mana shunday holatga kelyapti. O'zingiz ko'rib fikrlaringizni yozib qoldiring. Fotoalbom qildirishga arziymi, arzimaydimi? Kommentariyga yozib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, obuna bo'lishni unutmang. Hadi.